Har doim erkaklar aytadi: "Men butunlay sog'lomman, aloqa qila olyapman va meni sog'ligim joyida." O'zi juftliklarda bepushtlik bo'lsa, birinchi qilinadigan ish bu ayolni ayblash va davolashni ham, analizlarni ham ayolning o'zi bilan boshlash. Har doim erkaklar aytadi: "Men butunlay sog'lomman, aloqa qila olyapman va meni sog'ligim joyida. Menga holatimni baholash kerak emas" deb o'ylashadi. Lekin hozirgi kunda ginekologning birinchi ko'rigidayoq sperma analizi topshirtirmagan holatlar juda kam bo'ladi. Shunda bunaqa bemorlar bizga kelmaydilar. Bizni bemorlarimiz allaqachon ko'pgina shifokorlar ko'rigida bo'ladi va shifokorlarni birinchi kelishlaridayoq, birinchi kelishda bo'lmasa ham davo jarayonining boshlanishidayoq sperma analizi topshirishini tavsiya qilinadi. Bunaqa holatlar juda kam uchraydi, lekin baribir bor. Qachonki juftlikda ikkilamchi bepushtlik bo'lsa, ya'ni juftlikning allaqachon bittasi bolasi bo'lsa, bu holatni shifokor ularga bepushtlik darajasini baholashi shart emas deb o'ylaydi va faqat ayolni davolaydi. Bunaqa holatlarni ko'pini ko'rganmiz. Shifokor erini holatini normada, oldin farzandli bo'lgan deb erkakka e'tiborini qaratmaydi va o'sha bemorlar bizni ko'rigimizga kelganida bizni protokolimiz bo'yicha spermogramma topshirishadi. Analizlarni ko'rganimizda spermogramma sezilarli darajada yomon chiqadi. Juftlik farzandli bo'la turib yoki yoshi tufayli yoki yomon odatlari va tanadagi boshqa sabablarga ko'ra erda urug' bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun juftlikning bitta sog'lom farzandi bo'lsa ham vaqt yo'qotmaslik uchun har doim er-xotinni birinchi ko'rikdayoq holatini baholash har doim eng to'g'ri variant. Birinchi ko'rikda bo'lmasa ham davoning boshlang'ich bosqichida baholagan yaxshiroq.